39 qavat şirket kurman dedim o, 29 qavat şirket kurman dedim o, kurman dedi. Onda kursa bu bizning foydamiz onda ulab ketadi, manda ulab ketadi deganken, yilg'o men Xilmish Şinjan'da otaqlıq artistlar, otaqlıq daşörünün opbaylarımı ming ana şirketib kirdi. Sizga o paydıning cheksiz dedi. O paydı cheksiz deganken, men dedim bunda tijorat mumkin emas, Rabiya xonim. Biz ma şirketni qurgankanmiz, onalar bu. Bu onalar yig'lasa bino kulib ketadi. Bu onu yig'ilsa bütün Urumchi yig'lab ketadi. Biz buningga necha yuz ming bermizsak bo'lmaydi. Siz çok to'xtab turmamlar. Avval biz pulni avval yig'ilgandan haq gapga biz amal qilmasak haq bizni bo'sh qo'ymaydi. Shu o'zining yilqi barg'ot deb bino soldi hozir oqiga. Shu binoni taqsamga vaqtda shu. Ashta qilib pulni yig'ib, binoni solmoqchi ekandik. Ülüvaldi islik bir Nurbiya deb çokan. O 10 ming dollar bergen. Onun dollarini men berip ettim. Mavi Memtiliz onun yazgıcı vağı cüyendiki. Aşağı 3 ming dollar vardı. Şunu maç oğlum bilen tolu uruşup etmedim bulam. 780 ming koy men töleptim ha. 780 ming koyam da alıma dedim. Yaman bolsam alıma. Xottengi verip bunda kambağal mekteplik yardım kılma. Aksoğu verip yar, xotnamıgan xot nepirme. Ägit egenmegen ägit epirme. Çokum ben lişerimde ol ben dedim alımga. Bir yere basam, vay o ne anda qılıp, manda qılıp, o xotumu yaxşı qılgan dağıtıdı. Men dedim, biz o xotumni tillavatqınımız, bizning iqtisadimizni ilib aldı. Biz şunu tillaymiz. Eğer sizning 10 ming ko'yangli bo'lsa tillamdinglar, tillamamdinglar. O bizga nemish qilib berdi? Hükümet mi? Biz Rabiyani turmudan açıqıp, özünün dasasında bir yığın açqan bolsa, bizning puli bor tijoratchining oldiga bir qo'yib bergan bo'lsa, go'shtlarini tishlab yeb oldik.